20 sentyabrdan boshlab barcha pensionerlar tekshiriladi degan gap hozir ko'pchilikni xavotirga solyapti. Men bugun sizga bu masalani oddiy tilda vahimasiz, lekin juda aniq tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat pensiya olayotgan ota-onalarimiz, balki ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari uchun ham juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta eski ma'lumot yoki vaqtida tasdiqlanmagan holat sabab pensiya to'lov kechikishi, qayta hisob-kitob qilinishi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushishi mumkin. Shuning uchun hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni tanishlaringizga yuboring. Ayniqsa uyda yoshi katta pensioner bo'llar, nogironlik pensiyasi olayotganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar va chet elga chiqib kirib yuradigan pensionerlar bu ma'lumotni albatta eshitish kerak. Avval pensiya tizimida ko'p ishlar, qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, tashkilotdan olingan staj haqidagi arx hujjatlari, bankdagi hisob raqami va pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlar asosida yuritilar edi. Ya'ni odam pensiyaga chiqqandan keyin ko'p hollarda faqat oylik pensiyasi olib yurardi. Ma'lumotlari esa yillar davomida yangilanmasligi mumkin edi. Kimdir yashash manzilini o'zgartirgan bo'ladi, lekin pensiya bo'limida eski manzil turadi. Kimdir bank kartasini almashtiradi, lekin to'lov ma'lumotida chalkashlik chiqadi. Kimdir nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rikdan o'tishi kerak, lekin muddatni unutadi. Kimdir chet elga uzoq muddatga ketgan bo'ladi, ammo bu holat tegishli bazalarda kech aks etadi. Endi esa davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Pensiya oluvchining shaxsi, yashash joyi, bank hisob raqami, o'lim holati, nogironlik muddati, ishga kirgan-kirmagani, ayrim hollarda chet elga chiqish muddati kabi ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtiriladi. Tekshiruv degani hamma pensionerni chaqirib, hammadan pul qaytarib olishadi degani emas. Tekshiruvning asosiy maqsadi pensiya to'g'ri odamga, to'g'ri miqdorda va qonuniy asosda to'lanayotganini aniqlashdir. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Pensioner halol asosda pensiya olayotgan bo'lsa, hujjatlari joyida bo'lsa, bank kartasi o'zida bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha muddati tugamagan bo'lsa, qo'rqish uchun asos yo'q. Lekin men pensiyamni olib yuribman, demak hammasi joyida deb beparvo bo'lish ham to'g'ri emas. Chunki tekshiruvda xato ko'pincha odamning aybi bilan emas, eski ma'lumot yangilanmagani, hujjat noto'g'ri kiritilgani yoki idoralar o'rtasidagi ma'lumot mos kelmagani sabab chiqadi. Birinchi toifa yoshi bo'yicha pensiya olayotganlar. Masalan, erkak kishi 60 yoshdan, ayol kishi 55 yoshdan pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin. U kishi har oy bank kartasiga yoki naqd shaklda pensiyasini olib yuradi. Agar uning pasporti yangilangan, familiyasi o'zgargan, yashash joyi boshqa tumanga ko'chgan, bank kartasi muddati tugagan yoki kartani farzandi ishlatayotgan bo'lsa, tekshiruvda savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ladi degani emas. Bu faqat ma'lumotni to'g'irlash kerak degani. Misol uchun, Toshkent viloyatida yashaydigan 66 yoshli opa pensiyasini har oy kartadan oladi. U o'tgan yili qizining uyiga ko'chib o'tgan, lekin doimiy ro'yxati eski manzilda qolgan. Bank kartasi ham eski telefon raqamiga ulangan. Tekshiruv paytida unga SMS kelmaydi. Bankdagi ma'lumot bilan pensiya jamg'armasidagi ma'lumot mos kelmaydi. Natijada to'lov to'xtamaydi, lekin aniqlashtirish talab qilinadi. Opa yoki uning ishonchli vakili pensiya bo'limiga borib, pasport, yashash manzili va bank ma'lumotini yangilasa, muammo hal bo'ladi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi olayotganlar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan masala muddat bilan bog'liq. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz beriladi, ayrimlari esa ma'lum vaqtga beriladi. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi belgilagan muddat tugasa va odam qayta ko'rikdan o'tmasa, pensiya to'lovi to'xtatilishi yoki vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Bu jazolash emas, qonuniy asosni tasdiqlash jarayoni. Masalan, ikki guruh nogironligi bo'lgan fuqaro 1 yil muddatga pensiya olgan, uning qayta ko'rik muddati 15-sentyabrda tugagan, lekin u hali chaqirishadi deb kutib o'tirgan. 20 sentyabrdan keyingi tekshiruvda bazada muddat tugagani ko'rinadi. Shunda pensiya to'lovi avtomatik ravishda savol ostida qoladi. Bu odam darhol oilaviy poliklinikaga, kerak bo'lsa tibbiy komissiyaga murojaat qilib, nogironlik holatini qayta tasdiqlash kerak. Agar tasdiqlansa to'lov davom etadi, ba'zi hollarda o'tgan davr uchun ham qayta hisob-kitob qilinadi. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar.
Bu yerda ham ko'p nozik jihatlar bor. Masalan, voyaga yetmagan farzand otasi yoki onasi vafot etgani sabab pensiya oladi. Bola 18 yoshga to'lganda vaziyat o'zgaradi. Agar u kunduzgi ta'lim shahrida o'qishni davom ettirsa, ayrim shartlarda pensiya davom etishi mumkin. Lekin o'qish to'g'risidagi ma'lumot taqdim etilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Keling, oddiy misol olaylik. Bir oilada 37 yoshli bola o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Sentyabr oyida u kollej yoki universitetga kunduzgi o'qishga kiradi. Lekin oilasi o'qishga kirgani ba'zida ko'rinadi deb o'ylab, pensiya bo'limiga ma'lumot olib bormaydi. Tekshiruvda bola 15 yoshga yaqinlashgani yoki 15 yoshdan o'tgani ko'rinadi. Lekin o'qish vaqti tasdiqlanmagan bo'ladi. Natijada to'lov kechikishi mumkin. Shuning uchun o'quv yurtidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma olib, pensiya bo'limiga topshirish kerak. 4-toifa pensiyasini boshqa odam orqali oldiradiganlar. Ba'zi pensionerlar yoshi katta, kasal yoki harakatlanishi qiyin bo'lgani uchun kartasini farzandiga, qo'shnisiga yoki qarindoshiga berib qo'yadi. Bu hayotda uchraydigan holat. Lekin huquqiy tomondan ehtiyot bo'lish kerak. Pensioner tirik. Ro'za va ongli ravishda vakolat bergan bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtirish maqsadga muvofiq. Aks holda bank kartasidan foydalanish bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Ayniqsa, pensioner uzoq muddat kasalxonada yotgan bo'lsa yoki boshqa hudud yashayotgan bo'lsa, pulni kim olayotgani, pensiyaning o'zi bundan xabardormi degan masala ko'tariladi. 5-toifa. Chet elga chiqib kirib yuradigan pensionerlar. Bu yerda hamma uchun bir xil xavf yo'q. Agar odam qisqa muddatga davolanishga, mehmonchilikka yoki farzandlarini ko'rib kelishga chiqsa, bu o'z-o'zidan pensiya bekor bo'ladi degani emas. Lekin uzoq muddat chet elda yashash, doimiy yashash uchun ketish, O'zbekistondagi manzil va bank ma'lumotlarini yangilamaslik, pensiyani boshqa odam muntazam yechib turish kabi holatlar tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Men pensionerlarga doim aytaman, agar chet elga uzoqroq muddatga ketayotgan bo'lsangiz, pensiya bo'limidan oldindan aniq tartibni so'rab oling. Har bir holatning huquqiy oqibati bor. Endi kimlar ortiqcha vahima qilmaslik kerakligini ham aniq aytaman. Agar siz yoshi bo'yicha pensiya olayotgan bo'lsangiz, pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha muammo bo'lmasa, pensiya miqdori bo'yicha oldin nizoli holat bo'lmagan bo'lsa, siz tekshiruvdan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Tekshiruv sizdan pensiyani olib qo'yish uchun emas, tizimdagi ma'lumotlarni solishtirish uchun o'tkaziladi. Agar siz nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz va nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, hujjatingiz bazada to'g'ri turgan bo'lsa, har safar qayta tasdiqlash talab qilinmaydi. Lekin baribir hujjat nusxalarini uyda tartib bilan saqlang. Pasport, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi hujjat, nogironlik ma'lumotnomasi, bank kartasi rekvizitlari va telefon raqami bir joyda bo'lsa, kerak paytda qiynalmaysiz. Agar siz o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzandning onasi yoki otasi bo'lsangiz, bola hali voyaga yetmagan bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi va vafot etgan o'quvchi haqidagi hujjatlar joyida bo'lsa, asosiy xavf yo'q. Lekin bola 12 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, sentyabr oyida o'qish masalasini albatta oldindan hal qiling. Chunki eng ko'p kechikishlar aynan yangi o'quv yili boshida ta'lim haqidagi ma'lumotlar vaqtida yetib bormagani sabab yuz beradi. Endi istisnolar. Yashirin nozik jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan xatolar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat ortiqcha to'langan pensiya masalasi. Agar tekshiruvda odam ma'lum muddat pensiyani asossiz olgani aniqlansa, davlat o'sha summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, nogironlik muddati mart oyida tugagan, lekin bazada kech yangilangani uchun aprel, may, iyun oylarida ham pensiya to'langan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, 3 oy uchun ortiqcha to'lov hisoblanishi mumkin. Agar oylik pensiya 20 million 200 ming so'm bo'lsa, 3 oyda 3 million 600 ming so'm masala bo'ladi. Shuning uchun muddatli pensiya oladiganlar kalendarga qayta ko'rik sanasini yozib qo'yishi kerak. Ikkinchi nozik jihat ish staji va ish haqi bo'yicha eski hujjatlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqanda arxivdan noto'liq ma'lumot olingan bo'lishi mumkin. Keyinroq yangi hujjat topiladi va pensiyani qayta hisoblash mumkin bo'ladi. Tekshiruv faqat kamchilik topish emas, ayrim hollarda odam foydasiga ham xizmat qiladi. Masalan, fuqaro 25 yil staj bilan pensiyaga chiqqan.
lekin eski zavoddagi 4 yillik staji arxivda topilmagan. Keyin hujjat aniqlansa umumiy staj 29 yil bo'lib, pensiya miqdori oshishi mumkin. Shuning uchun tekshiruvdan qo'rqish bilan birga o'z huquqingizni ham bilishingiz kerak. Uchinchi nozik jihat familiya, ism yoki tug'ilgan sana xatosi. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda katta muammo chiqaradi. Masalan, pasportda Abdullayeva deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida Abdullayeva deb yozilgan yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1949 yil 12 may, boshqasida 1949 yil 20 may bo'lib qolgan. Bunday xatolar pensiya tayinlashda ham, qayta hisoblashda ham, tekshiruvda ham savol tug'diradi. Buni hal qilish uchun hujjatlarni solishtirib chiqish kerak bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi, FHDG ma'lumotnomasi yoki sud orqali faktni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. 4-chi nozik jihat bank kartasi va telefon raqami. Bugun ko'p pensionerlarning kartasi farzandining telefon raqamiga ulangan. Bunda yomon niyat bo'lmasligi mumkin, lekin pensionerning o'zi pul kelganini bilmay qoladi. SMS boshqa odamga boradi, bankda shubhali harakat ko'rinadi. Men tavsiya qilaman, pensionerning kartasi pensionerning o'z telefon raqamiga ulangan bo'lsin. Agar u telefon ishlata olmasa, ishonchli yaqin qarindoshi yordam bersin, lekin hammasi ochiq va tushunarli bo'lsin. Eng muhimi, pensioner o'z pensiyasi miqdorini bilsin. Qancha tushdi, qancha yechildi, kim oldi degan savollarga javob aniq bo'lishi kerak. 5-chi nozik jihat vafot etgan pensionerning pensiyasi. Bu juda jiddiy masalaga. Ba'zan oila a'zolari pensioner vafot etgandan keyin kartasida qolgan pulni yechib oladi yoki keyingi oy ham pul tushib qolsa ishlatib yuboradi. Bu baribir o'zimizniki degan oddiy qarash bilan qilingan bo'lishi mumkin. Lekin qonuniy tomondan bu ortiqcha to'lov yoki noqonuniy foydalanish sifatida baholanishi mumkin. Agar pensioner vafot etsa, yaqinlari belgilangan tartibda tegishli idoralarga xabar berishi, dafn puli yoki olinmay qolgan pensiya bo'yicha qonuniy tartibni so'rashi kerak. Kartadan yashirincha pul yetishgan oila uchun katta muammo bo'lishi mumkin. 6-chi nozik jihat ishonchnoma. Agar pensioner yura olmasa, bankka yoki pensiya bo'limiga bora olmasa, notarial ishonchnoma rasmiylashtirish kerak bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda uyga borib xizmat ko'rsatish tartiblari ham bo'ladi. Buni hududingizdagi pensiya bo'limi, bank yoki notariusdan aniqlang. Ishonchnomada kim, qaysi muddatga qanday huquq bilan pul olishi aniq yozilishi kerak. Og'zaki kelishuv oilada yaxshi ko'rinishi mumkin, lekin rasmiy tekshiruvda og'zaki gapning kuchi bo'lmaydi. 7-chi nozik jihat pensiya miqdorining birdan kamayishi yoki oshishi. Agar pensiyangiz odatda 1 million 200 ming so'm bo'lib kelgan, bir oy 1 million 200 ming so'm tushgan bo'lsa, buni shunchaki shunaqa bo'libdi deb qo'ymang. Sababini so'rang. Balki qarzdorlik ushlab qolingandir, balki qayta hisob kitob bo'lgandir, balki bank komissiyasi yoki boshqa texnik masala bordir. Xuddi shuningdek, birdan katta summa tushsa ham ehtiyot bo'ling. Noto'g'ri tushgan pulni ishlatib yuborsangiz, keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. Endi men sizga aniq harakat rejasini aytaman. Bu qadamlarni pensionerning o'zi yoki farzandlari bajarishi mumkin. Birinchi qadam, hujjatlarni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya tayinlangani haqidagi hujjat, mehnat daftarchasi nusxasi, bank kartasi rekvizitlari, telefon raqami, nogironlik bo'lsa nogironlik ma'lumotnomasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa vafot haqidagi guvohnoma va bolaning tug'ilganlik hujjati, o'qiyotgan bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma tayyor tursin. Hujjatlarni suratga olib telefonda saqlash ham foydali, lekin asli nusxalarni ham yo'qotmang. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta bloklanmaganmi? Pensioner pul tushganini ko'ra olyaptimi? Shularni aniqlang. Agar karta yo'qolgan bo'lsa yoki boshqa odamda qolib ketgan bo'lsa, bankka borib yangisini oling. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, bankdan vakil orqali qanday tartibda hal qilish mumkinligini so'rang. Uchinchi qadam, pensiya bo'limidagi ma'lumotni yangilang. Yashash joyi o'zgargan bo'lsa, telefon raqami almashgan bo'lsa, pasport yangilangan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, buni aytish kerak. Davlat o'zi biladi deb o'ylamang. Bazalar bog'langan bo'lsa ham amalda ma'lumot kechikishi yoki noto'g'ri tushishi mumkin. Sizning vazifangiz o'zingiz haqingizdagi ma'lumot to'g'ri turishini ta'minlash. 4-chi qadam, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha muddatlarni tekshiring. Qaysi sanagacha amal qiladi? Qayta ko'rib qachon?
o'qish ma'lumotnomasi qachon berilishi kerak? Bularni yozib qo'ying. Ayniqsa sentyabr oyida o'qishga kirgan bolalar bo'yicha ma'lumotni kechiktirmang. Bir kunlik kechikish ham ba'zan to'lov jadvaliga ta'sir qiladi. 5-qadam ariza yozishdan qo'rqmang. Agar pensiyangiz to'xtasa, kamayib qolsa, kechiksa yoki tushunarsiz ushlab qolish bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Pensiya bo'limiga yozma ariza bering. Arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport ma'lumoti, manzil, telefon raqami, pensiya turi va muammoni aniq yozing. Masalan, 2024 yil sentyabr oyi uchun pensiya to'lovi kelmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. 6-qadam javobni hujjat bilan talab qiling. Agar sizga keyin keling, bazadan chiqmayapti, kutib turing deyishsa, bu gaplarni eshitish mumkin. Lekin muammo cho'zilsa, yozma javob so'rash kerak. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda yuqori tashkilotga murojaat qilish. Xatoni tuzatish yoki huquqni himoya qilish osonroq bo'ladi. 7-qadam farzandlar ota-onasining pensiyasini nazorat qilsin. Bu nazorat pulni tortib olish degani emas. Bu yordam degani ota-onangizning kartasi ishlayaptimi? Pensiya vaqtida tushyaptimi? Hujjatlari joyidami? Pasport muddati o'tmaganmi? Telefon raqami o'zgarmaganmi? Shularni o'yiga bir marta tekshirib qo'ying. Yosh katta odamlar ko'pincha idoraga borishdan tortinadi. Navbatda turishga qiynaladi yoki hujjat talablarini tushunmaydi. Sizning 30 daqiqalik yordamingiz ularning bir oylik pensiyasi kechikmasligiga sabab bo'lishi mumkin. 8-qadam shubhali qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'ling. Tekshiruv boshlanadi degan xabar tarqalganda firibgarlar ham faollashadi. Kimdir telefon qilib, pensiyangiz to'xtamasligi uchun karta raqamingizni, SMS kodini ayting desa, hech qachon aytmang. Pensiya bo'limi yoki bank xodimi SMS kod so'ramaydi. Karta PIN kodi, SMS, parol, mobil ilova kodi hech kimga berilmaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va rasmiy raqam orqali bank yoki pensiya bo'limiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 9-qadam ortiqcha pul tushsa, darhol aniqlang. Masalan, odatda 20.500.000 so'm oladigan pensionerga 4 million so'm tushdi. Bu qayta hisob kitob bo'lishi ham mumkin, xato bo'lishi ham mumkin. Pulni darhol sarflab yubormang. Avval sababini biling. Agar bu qonuniy qo'shimcha to'lov bo'lsa, bemalol foydalanasiz. Agar xato bo'lsa, keyin qaytarish masalasi chiqadi. 10-qadam barcha muhim hujjatlardan nusxa oling. Ayniqsa, eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqidagi ma'lumot, sud qarori, fadaiya hujjatlari, nogironlik xulosasi yo'q bo'lsa, tiklash qiyin bo'lishi mumkin. Ularni alohida papkada saqlang. Farzandlardan biri ularning qayerdaligini bilsin. Birinchi savol. 20 sentyabrdan hammani pensiya bo'limiga chaqirishadimi? Odatda bunday tekshiruvlar hammani bir kunda chaqirish degani emas. Ma'lumotlar elektron solishtiriladi. Shubhali yoki mos kelmagan holatlar bo'yicha odamdan aniqlashtirish so'ralishi mumkin. Shuning uchun chaqirishmasa ham hujjatlarni tayyorlab qo'yish foydali. Ikkinchi savol, pensiya to'xtab qolsa pul kuyadimi? Agar sizda pensiya olishga qonuniy asos saqlanib qolgan bo'lsa, ko'p hollarda muammo bartaraf etilgach, to'lov qayta tiklanadi. Lekin buning uchun vaqtida murojaat qilish, hujjat topshirish va sababni aniqlash kerak. Jim o'tirish eng noto'g'ri yo'l. 3-savol. Men kartamni o'g'limga berganman, bu muammomi? Agar siz tirik, rozi va hammasidan xabardor bo'lsangiz, oilaviy yordam sifatida buni tushunish mumkin. Lekin rasmiy tomondan pul olish vakolati aniq bo'lishi kerak. Ayniqsa, katta summa, uzoq muddat yoki nizoli oilaviy vaziyat bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtirish ma'qul. 4-savol. Chet elga ketgan pensioner pensiya oladimi? Bu savolga bir xil javob berib bo'lmaydi. Chunki muddat, yashash maqomi, pensiya turi va qonuniy tartib muhim. Qisqa muddatga borish boshqa, doimiy yashash uchun ketish boshqa. Shuning uchun chet elga uzoq muddat ketayotgan pensioner avval pensiya bo'limidan yozma yoki rasmiy tushuntirish olgani yaxshi. 5-savol. Tekshiruvdan keyin pensiya kamayishi mumkinmi? Agar oldin noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, ortiqcha qo'shilgan bo'lsa yoki shartlar o'zgargan bo'lsa, qayta hisob kitob bo'lishi mumkin. Lekin sizda qo'shimcha staj, ish haqi yoki hujjat topilsa, pensiya oshishi ham mumkin. Shuning uchun tekshiruvni faqat xavf deb emas, o'z huquqingizni aniqlash imkoniyati deb ham ko'ring. Men bugun sizga 20 sentyabrdan pensionerlar tekshiriladi degan xabar o'rtida nimalar turishini batafsil tushuntirdim.
Eng asosiy fikr shuki, halol va qonuniy pensiya olayotgan odam vahima qilmasligi kerak, lekin beparvo ham bo'lmasligi kerak. Hujjatlar joyida bo'lsin, bank kartasi tartibda bo'lsin, nogironlik yoki o'qish muddatlari nazoratda bo'lsin, yashash manzili va telefon raqami yangilangan bo'lsin. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, buguna hujjatlarni ko'rib chiqing. Agar qo'shningiz, qarindoshingiz yoki tanishingiz yoshi katta bo'lsa, ularga bu ma'lumotni yetkazing. Bitta vaqtida aytilgan maslahat odamni pensiya kechikishi, ortiqcha yugur va keraksiz asabiylashishdan saqlab qoladi. Sizningcha bunday tekshiruvlar pensionerlar uchun foydalimi yoki ortiqcha tashvish tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta tanishlaringizga yuboring.